O'rtalasidagi 8 ta trekerni, premier pozitsiyalarni arzon narxlarda qo'yib yubordik. Bemalol tanishib olsanglar ham bo'ladi. Ichida 27 ming masofa bosib o'tganlari ham bor, 29 ming ham bor. Maksimum eng katta probiga qarasam 60 ming shunaqa ekan. Qaranglar, mana bu trekerimizdan boshlaylik. Kraskamiz toza, 27 ming masofamiz. Bu treker premier plus pozitsiyasi. Paroklari bo'ladi, mashinamiz yili 2023 bo'ladi. Abagiriflari ikkala tomonda bor. Endi anu sidinalar elektron boshqariladi. Panoramli tom lyuki bo'ladi. Aytganimdek premier plus pozitsiyasi. O'rtoqlar, qaranglar, 2023 ku bosh to'lovingiz 2500 dollarga, oylik to'lovingiz 6 million 30 ming so'mga sizniki bo'ladi. 2023 kraskasi toza, 27 ming masofa. Mana bunimizga kelamiz. Yana bitta treker. Bunimiz уже 2024, holatlari zo'r. 2700 dollar bosh to'lovga 6 million 202 ming oylik to'lovga chiqadi. 2024. Yonidagisini sira tushuntirib keta qolaman. 2,5 mingni berasiz, oylik to'lovingiz 6 million 30 ming so'm bilan chiqadi. Yili 2023 premier pozitsiyasi. Bularning kidap displey display imkoniyatlari bo'ladi. Masofasi 47 ming ekan. 2023 treker 2 premier pozitsiya. Buni ham oylik to'lovi 6 million 30 ming so'm bilan. Aksiyali imkoniyatlarga ketyapti-da. 47 mingmi, 43 ming masofa bosib o'tgan. 2024 2600 dollarga ololmaysiz cho'chjon. Tushuning, narx-navo ko'tarilgan. Bunaqa imkoniyatni milliarddan topasizlar. 6 million 202 mingdan oylik to'lovi chiqar ekan. 64 ming ekan. No, bardan yomon emas-da. Elektron boshqaruv sidinalari, abagiriflar bo'ladi. Har xil o'rindiqlarda. Mashinamiz probegi hech qancha yurmagan. 29 ming. Ya'ni 29 ming 2024-yil uchun oylik to'lovini qaranglar. 5 million 513 mingdan chiqar ekan. Boshiga 2300 dollar bersanglar bo'ldi. Mashinamiz LS, lekin redline qilingan-da. Mordalarni qarang, diskalarni qarang, paroklarni, hamma narsa tayyor qilib qo'yilgan. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, 2800 dollarga 2023 miz bor. Endi shunga yarasha stoyshiydi. Masofasi 33 ming yurgan. 2023 6 million 30 ming so'm oylik to'lov, boshiga 2800 dollar. 2,5 ming bilan chiqib ketadi. Barcha xarajat ichida. Propan gazi ham bor. Oylik to'lovi 6 million 80 ming so'mga chiqadi. Bosh 61 ming ekan. Xullas, mana sizga ko'rayotganinglarda turli xil trekerlar. Xohlaganingizni tanlang. Marhamat, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, bizning mutaxassislar javob berishadi. Yoki oddiy misol, kommentariyada plyus belgisini qoldiring, mutaxassislar o'zi sizga bog'lanishadi. Milliy avtoda ko'rishguncha omon bo'ling.